Okay. Demak, alterating task 1, additional structures for body 1 and body 2. Demak, qo'shimcha struktura. Demak, o'tgan safar 3 ta struktura o'rgandik. 3 structures and structures. Bugungi navbat qo'shimcha yana additional 3 ta struktura. Qaysiki changing, ya'ni o'zgaradigan datalarga qilish. Demak, ma'lumot tushunmasak, the graph below shows the percentage of Australian export to 4 countries from 1990 to 2012. Graf Avstraliyaning eksportini ko'rsatar ekan, 4 ta davlatga eksportini ko'rsatar ekan 1990-yildan 2012-yilgacha. Bu nima degani? Masalan, USA da olaylik, ya'ni Amerikaga bo'lgan eksport qanaqa ekan? 10% dan sal teparoq, 11% deylik, taxminan 11% eksporti USA ga bo'lgan 90-yilda. Yilning oxiriga kelib bu o'rtacha 5 ga tushib qolgan. Demak, tushgan. U degani Yaponiya va qarasak USA ga bo'lgan eksport tushgan, qolgan davlatlarning ko'tarilgan. Demak, shu holatni tushunsak bo'ladi. Endi okey, demak, birinchi doim inputni full yozishga harakat qilamiz. Asosiy e'tibor lekin body 1, body 2 da bo'ladi. Ketdik. The line graph yoki qaraylik. Line graph desak ham bo'ladi, line chart desak ham bo'ladi. The line chart bizga ko'rsatadi, shovuz kerak. Hozir qanday qilib o'zgarganligini demoqchimiz. O'sha holatda birinchi how bo'ladi. How the percentage o'rniga proportion of Australian export. Australiyaning eksporti. Shuni biza hozir yo aytishimiz mumkin export in Australia desak. Australia. U degan nima bilan teng? Masalan, people in Uzbekistan desak ham bo'ladi. Ya'ni O'zbekistondagi odamlar, lekin Uzbek people desak ham bo'ladi. O'zbekistonlik odam. Ikkalasi ham bir xil. Bu ham xuddi shunaqa. People. Bizda nima? Australian people ikkinchi formada, birinchi formaga demak, narsani yozamiz, keyin qaysi davlatdaligini yozamiz. Ya'ni mana bu Australian people da biza Australian exportda biza export in Australia deymiz. For different countries between change it between 1990 and 2012. Ikkinchi gap kerakmi? Ya'ni bir narsa o'lchamayapti, foizda o'lchanyapti. Buni fikrimcha eng oson, to'g'rimi? Ya'ni o'sishga bo'lamiz. Overall, demak, o'sishni qilish oson, faqat ega kesim topish lozim. Demak, gapimiz qanaqa bo'ladi? Demak, Avstraliyalik eksportlar, Avstraliyaning eksporti Yaponiyaga va USAga tushdi. USAga qilgan miqdor tushdi va qolganlarniki ko'tarildi. Demak, overall, demak, miqdori the percentage, okay, the proportion, figure for Australian export to kimga? Japan and USA fell tushdi. Fell qanday tushdi? Yillar mobaynida over the period studied, o'rganilgan davrda tushdi. Ya'ni bunisi ko'tarildi demaymiz. Teskarisi shunga to'g'ri edi. Ya'ni while the opposite yoki the reverse was true for and qaysi qaranglar, true for China and India emas, India desak ham bo'ladi. Hozir biza buni miqdori ketyapti. Biza miqdor bilan narsani taqqoslamaymiz. Biza miqdorni tashlashimiz kerak. Degani true for the masalan proportion of China and India within o'sha vaqtda, within that time. Nima uchun buni ishlatdik? Ya'ni 2 marta vaqt aytmaymiz. Lekin bu holatda ham miqdori, bu holatda ham miqdor. Shu payt bizga nimaga yordam keladi? Ikkita miqdor bo'lyapti, z of yoki zos of. Qaysi biri? Ikkita zos of yordami keladi o'sha holatda, ya'ni zos of deymi? U percent proportion of bilan teng. Demak, bu kerak emas. Katta kichikka bo'ldik. Biza fell ketdi, ya'ni biza tushgani aytdik. Mana bu true for degani reverse deylik. Reverse o'zi bizaga ko'tarildi demoqchi.
Endi katta kichikka bo'ladigan bo'lsa yoki qiziqarli ma'lumot bormi? Demak, eng ko'p eksport yilni boshida bu bo'lgan. Ya'ni qaysi Yaponiya bo'lgan, eng kami bu bo'lgan. Okey. Eng kami bu bo'lgan, xullas fikrimcha ikkita yo'limiz bor. Birinchisi Chinaga bo'lgan eksport soni yillar mobaynida eng katta o'zgarish ko'rsatdi yoki Indiyaga bo'lgan eksportda har bir 2000-yildan tashqari, chunki bunga ikkinchi bo'lgan, har bir yilda eng pasti bo'lgan. Qaysi biri? Endi aytaman. Sezilarli. Nima buni aytayman? China chunki eng ko'p. It's true, sezilarli, to'g'rimi? It is also worth mentioning that. Shuni aytish lozimki, demak, Indiyada eng katta o'zgarish kuzatildi. Demak, Indiya deymiz, kuzatildi. Bizada nima bor edi? Witness bor edi. Witness yoki shop. India witnessed eng katta o'zgarish. Biggest drop desa, biggest increase desa ham bo'ladi. Increase qaranglar, biggest increase drop degan narsa bor. Eng katta tushish yoki fall. O'zgarish. Masalan, agar shuni o'rniga biggest change desa, eng katta o'zgarish bo'lsa, bu o'sdi ham, tushdi ham. Ya'ni eng katta o'sish ham shu, eng katta tushish ham shu demoqchi. Ya'ni eng katta o'zgarish o'sish bilan tushishni qo'shib hisoblaganda shu. Masalan, o'sish deganda, ya'ni Chinada eng katta o'sish bo'lgan, eng katta tushish Yaponiyada bo'lgan. Lekin Yaponiyadagi Chinani tushish miqdori Chinani o'zgarishi bundan kattaroq. Bu taxminan 4 dan 20 ga ko'tarilyapti. Bu shunchaki 25 dan 15 ga ozgina ko'tarilyapti. Shuning uchun Indiana witnessed biggest change, demak, throughout the span over the period. Demak, bu muhim narsa, ya'ni witnessed a biggest change. Bu jadvalda tushunganimizda bor. Ikkinchi gap juda ham muhim. Endi biza bu holatda line graphni, demak, 90% holat, 99% holatda nimaga bo'lamiz? Qanday badiiy amaliyotiga bo'lamiz? O'sdi, tushdiga bo'lamiz. Ya'ni o'sgandan bir tomonga eng yaxshi olishi. Demak, o'stini yozishdan oldin nima yozardik? Looking firstly at increases. Tushni qaradigan bo'lsak, hozir sizlarga topic sentence yozishni o'rgatsam, boshdan topic sentence qanaqa bo'ladi? Topic sentence'da birinchi gap birdaniga, masalan, o'sha payt yozdim, lekin masalan sonni tasvirlash bilan ketmaydi. Okay, it's not. Chunki birinchi gap, masalan, xuddi biz shoshilayotgandek bo'lib qolamiz. Birinchi umumiy ma'lumot beramiz. Demak, u degan umumiy ma'lumot qanaqa bo'ladi? Hozir o'sni qaraydigan bo'lsak, dedik, looking for state increases. Demak, Yaponiyaga va qaysi Chinaga va Indiyaga bo'lgan nima miqdori o'sdi deyishimiz lozim. Oddiy holatda. U degani looking for slight increases. China, demak, yoki Chinaga nimaga bo'lgan miqdori, demak, avstraliyalik eksportning Chinaga va Indiyaga bo'lgan miqdori tushgan, ko'tarilgan. The percentage of yoki exports in Australian exports endi aralashtirilgan exports in Australia to China and India. Demak, o'sdi deyishimiz mumkin yoki o'sish kuzatildi. Experience saw kuzatildi, biz witness ko'rdik, oddiy witness. Bunday deb aytsak bo'lar ekan. Turli xil darajada o'sdi deylik. Ya'ni o'sdi deb umumiy o'sdi emas, chunki turli xil darajada o'sdi degani, masalan, bittasi qaraylik, China zo'r o'sgan, bu o'rtacha o'sgan. Increasement endi tepada aytdik, rose o'sdi at different yoki various rate degani,
bu different rates. Bu rate buni nima dedim? Darajada. Bu rate daraja, turli xil darajada o'sdi. Qarang. Hozir yana bitta struktura ekan, bu formal ladder strukturasi bor. Bu degani biza hozir aytishimiz mumkin, yana the proportion of Australian nima to China deymiz. Oddiy misol, to China increased bir balo deymiz. O'sha narsani oldini olish uchun bizga formal ladder strukturasi bor. The former qanday bo'ladi? Qarang. Or and the latter. Bu oldingisi va keyingisi. Mana bu oldingisi va bu keyingisi. Keyingi. Biz hozir bitta gap yozdik, nuqtagacha ham gap yozdik. Keyingi gapimizda shuni biz China bilan Indiyani aytdik biz. Qaysi biri oldinda turibdi, qaysi biri keyinda turibdi? China oldinda turibdi, Indiya keyinga turibdi. Shuni biz the proportion of to'liq yozaylik, aniq bo'lish uchun. Mana shuni bir gapga qoplaydi. The proportion of export to export Australian export in Australia to China mana increase hozir ishlatmaylik. Avstraliyaga nimaga Xitoyga bo'lgan nima miqdori nima edi? Eksport miqdori dedik. Biz yana bir marta xuddi bir xil so'z ishlatyapmiz. O'sha narsadan qolishim biz oldingisi deb ketsak, mana shuncha narsani o'rniga the former deb ketsak, oldingisi deb exam tushadi. Oldingisi qaysi edi? China. Oldingisi o'sdi yoki tushdi deb davom ettirsak bo'ladi. Tushunarlimi? Keyin gapimizda the latter deymiz, mana Indiyani aytamiz. Mana bu teng. Mana bunday qilib qo'yaman. Shu narsa teng the formerga teng. Demak, oldingisi birinchi usulda har bitta gapda birdaniga nima qilmaymiz? Oddiy gap boshlaymiz. Ya'ni shunchaki tashkil etadi deymiz. Demak, China o'sha raqam nechini tashkil etadi? China qani? Mana ko'proq, to'q ko'proq. Mana bu nechi? Mana 0 dan sal teparoq 10. Mana bu 5 deb olsak, mana bu nuqtani, bu 5 bilan tagida 4. Taxminan 4% ni tashkil etadi 1990-yilda. Tashkil etadi accounted for. Hali o'zi tushgan, shunday tashkil etadi. The former accounted for, demak, taxminan nima edi? Approximately taxminan necha? 4% in the 1990-yilda tashkil etadi. Xo'p, okay. Endi qarang, nima deymiz? Bu raqam, demak, ma buni aytaylik, ma bu holatgacha, demak, 5-10 gacha oddiy ko'tarilgan, undan keyin zo'r ko'tarilgan. Qanday bo'ladi u? Biz hozir oldingi darsda faqat ikkita holatni o'rgandik. Masalan, boshini aytdik, oxirini aytdik, lekin bunda bo'laklari ham bor. O'sha bo'laklarni qanday aytishni o'rganamiz. Demak, bu holatda bu raqam deyishimiz kerak esingizda. Birinchi this number. Bu number emas, bu this figure deylik. This figure, demak, o'sibdimi, tushdimi? Qayergacha? Mana shu qancha 2005-yilgacha, demak 2005-yilgacha undan sal teparoqgacha o'sibdi deylik. Va o'sishda davom etdi yil oxirigacha. This figure, demak, o'sdi, increased, rose deylik, increased. Qanday o'sgan? 4 dan 10 gacha, o'rtacha. Increased moderately boradi, moderately to 10 emas, 10 dan sal teparoq, just over 10%. Nechinchi yilda? 2005 deysiz mumkin. Hozir yilni aytib o'tsak, masalan 90-yildan 2005-yilgacha nechta yil bor? Necha yil bor? 10-15 yil. Shuni after
15 yil desang ham bo'ladi. Okay. Keyingi 15 yillikda in the yangi so'z in the next keyingi 15 years. Hozir gapimiz tugamaydi. Aslida tugadi, lekin biz tugatmaymiz, bir-biriga bog'lab ketamiz. Qanday bo'ladi hozir? Birinchi oddiy gap tuzib beramiz. Ya'ni oddiy gap aytishingiz mumkin va deysiz, and deysiz, o'sishda davom etdi. Nechigacha? 30 dan sal pastroqqa o'sishda davom etdi 2012-yilda. And davom etdi degani and continued to o'smoq. Rise deylik, continue to rise to. Buni just order kemat ishlatmaydi. Buni taxminan olib ketaylik. Taxminan bu yana yangi hisobda 25 mablag' bo'lsa 28 deylik. Taxminan yangisi endi virtually bor. Taxminan degani approximately. Hali ko'p. Approximately bu close to. Bular aslida ko'p nearly'lar bor, uni ko'p kishi ishlatadi. Men bular ishlatganim yaxshi. To virtually 28% in qachon? Yilni aytamiz. Endi mayli in the final year deb ketamiz. Keyingi yozim, keyingisini endi yilda o'zini aytamiz, ma'lum bosh yilni berkitamiz. Ya oxirgi yilda nima bo'ldi? 28 ga ko'tarildi. Hozir biz oddiygina qarang. And bilan bog'layapmiz gapimizni. Oddiy and. Buni qanday yaxshilasa bo'ladi? Birinchisi, qaysi hozir before'lik struktura bor. U qanday bo'ladi? Mana shu holatda siz and o'rniga before qo'yasiz. Before qo'yamiz. Before. Undan keyin fe'lga lekin bitta sharti bor, ing qo'shish kerak fe'lga. Before bu yerda continue ga ing qo'shsa continuing bo'ladi. Bu endi before continuing, and before continuing to increase, okay. Continuing to increase, barda and chada. Demak, before continuing, ya'ni o'sishdan oldin, ya'ni agar o'zbekchaga gap qilsak ham chiqadi. Masalan, 28% ga o'sishdan oldin, mana shu yoqqacha o'sishdan oldin bu yoqqacha ko'tarilgan. Xuddi men before hozir and baribsiz ekanman. And o'rniga ketadi. Buni hali nima yaxshilaymiz. Hozir shunchaki aytib o'tdim. Endi bizga nima kerak? Hozir biza nimani Indian taslayapmiz, to'g'rimi? Endi India ham o'sgan. Endi bizga o'xshash degan gap kerak. Similar, likewise bor edi, following the trend. Demak, likewise qo'yamiz ketdik. Hozir yana ikkita birinchi o'sish taslab, endi yana o'sish taslayotgan mahal. Likewise ketdi. Likewise. Endi India. Xuddi o'sha strukturani ishlatamiz. Demak, before'lik strukturani ishlatamiz. Qarang. Birinchi 2000-yilgacha 2000-yil umuman o'smagan, keyin bitta o'sib, keyin tushgan. Birinchi oddiy gapimiz 2000-yilgacha o'smagan, keyin bitta o'sib, keyin tushgan deymiz. Demak, qimirlamagan bu remain stable. Demak, yana the endi proportion ketdi, the rate of ham ketadi. The rate of, ya'ni bu qachon ishlatadi? Bu foiz aytayotgan mahal, agar foiz juda ko'p ishlatib borsangiz, ketadi mana percentage. Demak, the rate of Australian export to India, sorry. Hozir latter deb ketishimiz kerak shekilli. Latter yo'q, mana. Chunki latter deyishga uzoq bo'lib ketdi. Chunki yaqin men bitta gapdan keyin yozsak latter deya olardik. Likewise, latter qo'yamiz ekan. Xo'p, bir o'ylasak. Likewise, qo'yaylik. The latter deylik. The latter keyingisi endi India. The latter demak 2000 latter 1990-yilda emas. Endi kechagi strukturani ishlatadi, ya'ni standing etdi. Ya'ni nechida turgan? Deyarli taxminan 2% tashkil etib,
2000-yilgacha u o'zgarmay qolgan. The latter. Standing at necha taxminan endi virtual ishlatdik, approximate ishlatdik, bizga yangi yana keladi. Close to keladi. Close to taxminan degan. Standing at close to 2%. Qachon? In 1990 deymiz, muqaddam deyishimiz kerak. Initially bor edi. Initially taxminan turib, demak, the latter deymiz. Latter joyda turdi. Demak, remained stable. Remained stable at this level deb kelsangiz yaxshi bo'ladi. At this level degani bu shu nimada? Miqdorda. Shu miqdorda turdi. Qachongacha? Gacha degan so'z kerak. U until 2000-yilgacha. Xo'p, undan so'ng endi agar talab qiladigan bo'lsak, undan so'ng bu nimaga ko'tarildi? Demak, undan so'ng necha ko'tarilgan? Taxminan bilan taxmin qilar ekanmiz. Taxminan yo'q, 5 dan sal teparoq. 7, taxminan 7 ga ko'tarilib 5 ga tushgan. Endi undan so'ng degan gap kerak. Hozir bog'lovchi masalan undan so'ng o'zi after degan, to'g'rimi? After that bor. Yoki undan ham yaxshisi following this. Bu undan so'ng degan eng zo'ri. Xo'p, undan so'ng dedik, bu raqam, demak, this figure, okay, this percentage, bu foiz, percentage necha ko'tarildi? Taxminan nimaga ko'tarish kuzatildi? Birinchi kuzatildi. Nisbat. Qanaqa o'sish? 2 dan 5 gacha. Kam o'sish, gradual yo'q. O'rtacha, moderate ishlatdik. Yana qanday sinonimlar bor edi? Hozir bir daqiqa. O'zini sinonimlar bor. Xo'p, mana qarasak, o'rtachaga moderate, rapid ishlataylik. Ya'ni bu ham tezda, o'rtada turibdi. Rapidly. Hozir aytishimiz mumkin edi. Qanday aytishimiz mumkin edi? Increase it rapidly deyishimiz mumkin edi. Ya'ni o'sdi rapidly. Increase it rapidly. Lekin biz nima deymiz? Birinchi witness it. Bizga endi kerakda rapidly ni otga aylantiramiz, fe'l sifatga aylantiramiz. Bu rapid increase, rapid increase desak, yanada yaxshi bo'ladi. Shundan mana bu kerak. Increase, rapid increase, witness the rapid increase to taxminan. Endi qaytamiz. Approximately 7%. Qarang. Endi tushdi in 2010-yilda tushdi. Endi boyagi oddiy va undan keyin ko'tarildi. Undan keyin tushdi and declined to taxminan virtually 5%. And 2012. Hozir biz oddiy gapimizni nima bilan bog'layapmiz? Ya'ni and bilan bog'layapmiz. O'shan endi biz shuni to'g'rilashimiz lozim. Tepada biz for bilan bog'ladik, to'g'rimi? For bilan endi yangicha struktura, ya'ni birinchi before shunday, buni ham xuddi before ga o'xshab bog'laymiz. Birinchi nima kerak? Birinchi before kerak. Undan ham oldin mana bitta variable qo'shimiz kerak. Variable qo'yamiz, qarang. Undan keyin before qo'yamiz. Undan before, keyin ishimiz fe'lga ing qo'yish kerak. Declining for declining to
virtually 5% and the no percent. Plus before shunaqa and qo'ymoqchi. Undan keyin demoqchi bo'lsangiz, shunday value qo'yasiz, before qo'yasiz. O'sgan bo'lsa increasing bo'lardi, tushgan bo'lsa declining. 2. Undan keyin ketaveradi. Biz hozir bu holatda before o'rgatdik, ya'ni qolgan ikkita strukturani endi narigisida o'rgatamiz. Bu holat tushunarli. To'g'rimi? Demak, xuddi shu strukturlarni endi bunga ham qo'llaymiz. Ketdik. Let's go. Endi biz tushganlarni gapiramiz. Tushgandan oldin, birinchi tushganni gapirishdan oldin bizga nima kerak? Looking first at increases dedik. Endigi navbat in stark contrast. In stark contrast deyishimiz kerak. Yana bizga topic sentence kerak. Ya'ni topic sentence nima? Gapimizda birinchi umumiy mazmun nima haqida? Bu yerda aytdik, bu ikkalasi turli xil darajada o'sdi dedik. Endi biz bunday demaymiz-ku, nima deymiz? Bu ikkalasida tushish kuzatildi deymiz. Follow show the downward trend bilan ketamiz, qarang. The other qarang. Birinchi yana aytmaymiz, USA da va Japonda tushmaydi. Shunchaki the other figures desak, qarang. Boshqa figuralar. Qaysi o'zi ikkita qoldi. Boshqa figuralar kuzatildi. Showed tushish downward trend. Qolgan figuralar downward trend kuzatildi degani, u ham tushdi degani. Upward trend o'rganib downward trend bu ham xuddi shu narsa. Demak, mazza other figures ham muhim narsa. Chunki boyni aytmaymiz, yana latter bilan u shart emas, kuzatildi. Endi biz Yaponiyadan boshlaymiz. Bo'sha the proportion of export in Australia to Japan. Xo'p, tepada bizincha nima dedik? Birinchi tashkil et tushuncha, keyin ust tushdi qilamiz. The proportion of export in Australia into Japan tashkil etdi. Accounted for necha? 30 dan taxminan 25 deya olamizmi? Taxminan biza virtually close to qarang 25 deyishimiz mumkin. Yana nima deya olamiz 25 da? 25% da biza agar so'z bilan aytganda chorak deb, chorak. O'sha bizaga inglizchada chorak degan so'z kerak. O'sha chorak bu a quarter. Close to a quarter. Desak bu chorak. Close to a quarter in birinchi yilni aytardik. 1990-yil tush. Demak, endi bu figura qachongacha? Mana bu yoqqa deylik, qarang. 2010-yilgacha tushdi, keyin nima bo'lgan? Bir tekis ketdi, remain stable bo'lgan. This figure qaysi? Demak, bu holatda biz qaysini ishlatdik? Increased moderate demak tushdi. Okay. This figure demak tushibdi. Tushmoq. Decreased qanday tushgan? 25 dan nechigacha? Taxminan 18 largacha tushgan, qarang. 18 25 dan 18 o'rtacha deylik, yana moderately to taxminan virtually ishlatdik, approximately kelilaman nearly bor, nearly necha 18%. Bizda tepada endi qaysi qanaqa yilda qanday aytdik? Keyingi nechinchi yilda? Bu holatda endi in the next nechinchi yil bor? 90 dan 2010 gacha. Keyingi 20 yillik. Endi next qarang. 20 years desak ham bo'ladi. 20 yilda nechta dekada bor? Dekada 10 yillik. Shuni 2 decades desak ham bo'ladi. Bunday esa yanada yaxshiroq bo'ladi. Buni in the next 2 decades. Undan keyin joyda turdi. Mana hozircha oddiy endni bog'lab turamiz. And remained at this level, remained yo'q, demak o'zgarmadi. Did not change bor. Agar mana yaxshi did not change yaxshilab qarasak, hozirga
mana bu yerda not change, remain stable, remain steady, maintain the same level ishlatadi. Bir nimani miqdor saqlab qoldi. Okay? Not change saqlanadi. Demak, and maintain the same level. Demak, 2000 nechinchi yilgacha? Oxirgi yilgacha. Until oxirgi yil, the final. Okay, qanday ishlatdik buni? In the final edi. Until the keyin ishlatdik. Mayli. In the final ya. Oxirgi yilda, demak, shu nimani saqlab qoldi. Endi gapimiz qarang. And bilan bog'lanadi. Deb xohlasak buni biz before da qilsak, bitta virgul qo'yib, before maintaining the same way bo'ladi. Lekin yana bittasi bor, undan keyin degan. U qanday bo'ladi? Birinchi qarang. Dekasga bitta virgul qo'yamiz. Undan keyin after which qo'yamiz. After which degan. Undan keyin after which deymiz, it bo'ladi. U, ya'ni miqdor it maintained the same level at this rate. Farq shunaqa. Bundan keyin it shu turish qolaveradi. Ya'ni hech qanaqa ing qo'shilmaydi. Chunki undan keyin bu holat bir xil miqdorni saqlab qoldi oxirgi yilda. Demak, bu yerda eng muhim narsa gapimizda quarter bizga shunaqa raqamlar 50% kelib qolsa, 25% kelib qolsa aytamiz. Keyin bunda decades muhim. Decades va yangi so'z bu yerda maintain. After qarashcha turibdi. Xuddi shu struktura, yana bitta qo'shimcha struktura, o'sha ishlatsak bo'ldi. Ikkinchisini o'tayotgan mahal, demak biza bu ham tushgan, to'g'rimi? Yana nima deb boshlaymiz endi? Likewise. Likewise desak, bu ham tushgan demoqchimiz. Ya'ni bir xil. Likewise. Demak, buni miqdori nimaga qaysi edi? Abi USD. Bunda sabab baland. Demak, USD miqdori, demak, the proportion ishlatdik, the percentage is a figure for the figure for demak Australian export to USA. Maktabda qaysi strukturani ishlatgan ekanmiz? Bu holatda demak standing at ishlatgan ekanmiz. Mana standing at ishlatamiz. Standing at qanaqa bo'lardi? Birinchi nechida turganini yozardi, keyin nimaligini yozardi eslasangiz. Demak, birinchi mana qilamiz. Turibdi standing at necha turadi? Just over 10%. Qachon? Initially. Endi yozamiz. Buni endi yozamiz. The figure for Australian product to USA. Demak, bu holatda qaysini ishlatdik? Demak, uni miqdori, demak, o'sibdi, bir joyda turibdi. Demak, biz o'sibni tushibni yozishimiz kerak. Buni nechiga bo'la olamiz? Bunday qarasak, qarang. Bitta tushgan, bitta o'sgan, yana tushgan. Inglizda shunaqa narsa bor. Inglizda o'zi tasdiqlandi. Agar bitta miqdorda orasida tushgan bu, tushib o'sgan bo'lsa, bu fluctuate bo'ladi. Buni aytmayapman, mana bu holatda bo'ladi. Ya'ni bitta o'sadi, bitta tushadi, bitta yil orasida. O'sha fluctuate bilan beriladi. Uni qanday bo'ladi? Uni birinchi buni miqdori fluctuated deb qo'yamiz. Fluctuated. Unda between endi bu o'sha miqdor orasida nima bo'ldi? Fluctuated nechinchi yilgacha? 2005-yilgacha fluctuated bo'ldi. Fluctuated between okay, until 2005-yilgacha turdi. Xo'p, qarang, bu oddiy yana bitta so'z. Bu unchalik ham qiyin struktura emas, faqat zamonni o'zgartirish. Usul qanaqa bo'ladi? Biz hozir something increased dedik. Masalan, the number of something
number of masalan nimadir o'sdi. Increased nechigadir o'sdi in 2000-yilda deydi. Bu narsani xuddi shu narsani saqlagan holda qanday o'zgartirsak bo'ladi? Birinchi zamon the number of something endi oldiga had qo'yamiz. Past perfect o'zgartiramiz. Had increased. Mana bu in bo'lmaydi endi, bu endi by ga o'zgaradi. Bu by ga o'zgaradi. Had bo'lgan joyda by, xuddi shu to'g'ri bo'ladi. Endi bu ikkalasi bir xil narsa, faqat zamon o'zgaradi. The number of something increased endi some nechigadir o'sgan in 2000. Agar present past simple ishlatsak oddiy bo'ladi. Agar present past perfect ishlatsak had bo'ladi. Bu holda nima bu fluctuated bo'lib turibdi. Buni oldiga had ni qo'ysak, had fluctuated until the o'rniga nima keladi endi? By keladi. Had fluctuated by 2005-yilgacha. Ham yaxshi turibdi. Agar bir xil bo'lib qolsa had fluctuated, okay, sorry, fluctuated turadi, fluctuate had fluctuated by 2005-yilgacha, demak demak fluctuated aylanib turgan. Xo'p, keyin nima bo'ladi? Demak, bu raqam bu holatda demak undan keyin degan qarang. Following this, bu raqam nima bo'lgan? Undan keyin mana bu endi bitta tushib, bitta ko'tarilgan. Demak, birinchi following this deb qo'yamiz. Following this, undan keyin degani following this. Undan keyin demak this demak yoki this figure ikkita mayli ikkita bo'lsa ham tepada figure yozdimmi yoki percentage yozdimmi? This figure again the percentage yozamiz yoki this proportion demak tushibdi. Qanday tushibdi? Biroz tushgan. Ya'ni 7 dan o'rtacha 5 gacha tushgan taxminan. This proportion tushish kuzatildi. So o'rtacha gradual decrease yoki decline bo'ladi. Tushish, so the gradual decline to nechiga? 5 ga. To taxminan 5 ga. To nearly 5% in 2010-yilda. Shuni biz keyingi 2010-yilda desak ham bo'ladi yoki until qo'yaylik, until 2010. Oddiy gap qanaqa bo'ladi? Va o'sdi and increased to necha o'sgan? 5 dan buni 6 deylik, increased to approximately to 6% oxirgi yilda in 2012-yilda. Yana and bilan bog'lanib turadi. Endi biz after which qo'yamiz. After which oldin nima bo'lardi? Bitta virgul bo'lardi. Keyin buni o'chiramiz. Shunday after which qo'yamiz, it qo'yamiz bo'ldi. After which it demak increased. After which it increased to approximately shu. Demak deyarli shu. So kuzatildi. Mana shu demak bitta full line graph. Normal 7.5 olishim mumkin. 7.5 ola oladi, chunki grammatika yaxshi ishladik, mana topic sentence ham bor. Demak, endi sal tezlashaman. Sorry. Bir daqiqa. Demak, qolgan 20 minutda endi barchasi biroz tezroq olishga harakat qilamiz, xuddi shu usullar orqali. Ketdik. Demak, 3 ta struktura o'rgatdik, endi o'sha usullardan foydalanib yozamiz. Demak, bar chart, demak, the frequency of eating at fast food restaurants among people in USA. Demak, frequency nima deng? Tezlik. Qanchalik tez eating at fast food restaurant. Fast foodli restoranlarda ovqatlanish tezligi among people in USA. USA dagi odamlarning miqdori 2003-yildan 2013-yilgacha. Shuni olsak, demak, qanchalik tez ovqatlanar ekan? Birinchi guruh every day har kun, ikkinchisi several times a week, haftasiga bir necha bor. Once a week, bir haftada bir,
once or twice a month, oyiga yoki bir marta yoki ikki marta, a few times a year. Ya'ni bir necha bor yilda bir necha bor. Masalan, u degani 3-4 marta borib tur ekan, lekin yana bittasi bor never. Hech qachon. Xo'p, birinchi paraphrase hosil. Demak, bu nima? The bar chart shows qarang. Bizga nima? Mana bu foizi nima? Ya'ni bu of people degan odamlar. Odamlarning miqdori. U degani, masalan, qaysi chetda mana bu. Several yili ham bor ekan qarasak, 2003-yilda. 2003, 2006. Demak, ranglarni bog'laymiz. Agar ranglarni o'zini qachon bog'laymiz, tagiga yillar berilgan bo'lsa mana bunaqasiga. Alohida pastda 3 ta yil berildi, demak, o'zini bog'laymiz. 3 tasini bir-biriga. Demak, 2003-yilda, demak, har kun fast foodga boradigan odamlar miqdori umumiy odamlar miqdorining taxminan 5% tashkil etadi. Demak, u degani 100% odam nimada bo'lsa, USA da yashasa, o'shandan taxmin 5% gina har kun bor ekan, every day. Tushundingizmi? O'shanda 100% dan masalan 2003-yilda va o'shanda men to'g'ri 2006-yilda 20% haftada 1-2 marta bor ekan. 2013-yilda qaysi biri to'g'ri turibdi? Mana bu. 2013-yilda 15% aholi, demak qanday bor ekan? A few times a year. Bir necha bor bor ekan. Xuddi o'shanaqa tushunamiz. Demak, bu nimani foizini ko'rsatyapti? Odamlarning miqdori. Shows the demak proportion of people qayerda? Okay. In the US American people desak ham bo'ladi. You in the USA. USA da ko'rsatadi yoki mana bu yerda how da qo'yadi. How the proportion of people in USA odamlarni endi aytishimiz kerak. Who eat fast food, who ate again at fast food restaurants in different times. On boyagi different rates deylik, ya'ni turli xil nimalarda darajalarda yegan, turli xil faytlarda borgan. Who qaysiki ate nima? Yegan. Who ate at fast food restaurants at different times deylik, turli xil vaqtlarda. Endi change it kerak, o'zgardi. 2003 from 2003 xohlasak buni dekada deb olsak bo'ladi. Demak, bir yil, bir dekada, over a decade, starting from qachon boshlangan? Starting from 2003. Demak, qanday qilib o'zgarganligini qanday qilib o'zgarganligini demak ko'ramiz. Qani, u degani endi o'sib tushliga bo'lib olsak bo'ladi. Demak, ovri qanaqa bo'ladi? Har kun boradiganlar soni tushgan. Bir haftada bir tushgan. Yana qarang. Once a week. Bir haftada bir necha bor boradiganlar tushgan. Bir haftada bir boradiganlar ham tushgan. Mana bu never ham tushgan. Demak, mana bu 4 tasi tushgan, faqat 2 tasi ko'tarilgan. Qaysi? Once bir oyda 1-2 marta boradiganlar va haftada bir marta boradiganlarning miqdori ko'tarilgan. U degani fast foodga borish kamaygan degan. Xo'p, overall deb boshlaymiz. Overall nima degan bo'lsak, demak, miqdori the percentage yoki the figure for American people America desak Janubiy Amerika ham kiradi. People yoki individuals deylik, odamlar, individuals in the USA. Qaysi odamlar? Kimki who restoranga har kun boradigan, bir haftada bir boradigan, shularni borganlarning miqdori oshdi deymiz. Who go to the restaurant, okay, fast food restaurant, endi qanday? Every day, har kun. Buni daily qilib o'zgartiramiz. Endi
several times a week bu ham ko'tarilgan. Several times a week. Yana once a week ham bu tushgani, men tushgani gapiramiz. Once a week. Keyin and never demak tushgan fell over the period studied o'rganilgan davrda tushgan, lekin teskarisi o'radi while the reverse was true for birdaniga those of deb ketadi so'rim miqdori those of birdaniga those of people aytib ketsam those of those of people who go to birdani yilni qandayligini who go borgan once a month or twice a month and a few times a year. Borganligi nima the reverse first true for bo'lgan shu o'sha vaqtda within that time. O'sha vaqtda. Demak, bizda hozir nima muhim bu yerda fell bo'lgan. Bu feel ikkitalik bo'ladi. Tushgan. And va qolganlar teskarisi to'g'rida. The reverse was true for. O'sha vaqt. Endi bizga katta kichik qilsak, demak 2003-yilda eng ko'p odam mana bu yerga qarang. Kam eng ko'p qaysi? Eng ko'p odam once a week, bir hafta bo'lgan. Xo'p, 2006-yilda kulranglarni qaraymiz. Bu ham once a week. 2013-yilda lekin once or twice a month eng ko'p odam mashg'ulot borganda, qarasak bilinadi-ku. Qarang, biz hozir nima deb olamiz? Except strukturani ishlatamiz. Dan tashqari. Demak, qanday gapimiz qanaqa bo'ladi? 2013-yildan tashqari har bitta berilgan yilda eng ko'p odam qachon borgan? Once a week borgan. Oddiy. Moreover deylik. Moreover. Demak, eng katta miqdordagi odamlar the large quantity of people in the USA go to the fast food runs once week haftada bir marta weekly desak har hafta bo'ladi per week weekly esa har hafta sendan qilsak bo'ladimi ekan once a week a weekly mayli sendan qilmaytiraylik once a week in every yo'q shunchaki har bitta yilda in every throughout the span deb except desa qanday bo'ladi? Demak every given year demak qaysidan tashqari except 2013 tushunarlimi shu gap 2013-yildan tashqari har bir yilda demak eng ko'p odam qachon paydo bo'lgan? Eng kam shart emas, eng kam mayli. Eng kam har kun borgan. Shart emas. Okay, while no shart emas. While this is true for
Xullas, shu trashim olmaymiz. Endi biza gap body 1, body 2 qanday yozamiz. Usti tushtiga bo'lamiz. Samayt bo'laylik, demak, birinchi ustganlarni yozamiz. Looking firstly at increases. Birinchi qarang, 2 ga 2 ga bo'lib olaylik. Masalan, har bittasini yoza olmaymiz. Shular turli xil darajada o'sdi deya olmaymiz. Ikkitasini aytamiz. Keyin following the step qolganini bitta aytib ketamiz. Chunki later forma qilishimiz lozim. Ikkitasini aytamiz. Birinchi everyday bilan birinchi qaysini aytamiz? Everydayni aytamiz. Birinchi o'sganni aytsak, once a week qarang, bunaqasiga tushgan. One bu bilan bu. O'zi ikkita ekan. Once a week miqdori the percentage of individuals would go to eat daily, who ate at birinchi boshda aytib o'taylik, keyin sekin shu joyga kelamiz. Food restaurants. Qachon? Once or twice a week. Months. And a few times a year. Demak, bizga hozir mana bu muhim. Demak, buni miqdori, demak, o'sdi turli xil reytlarda. O'zi qanday turli xil? Masalan, bu 30 dan nima bo'ldi? 33 yoki 34 larga o'sdi. Bu 10 biroz turli xil o'sdi, to'g'rimi? Rise at different rates. To'g'ri. Endi bizda ikkita figura bor bizga. Birinchisi qaysi? Once or twice a month bor. Ikkinchisi few. Buni nimaga o'zgartiramiz endi? Later bilan formerga o'zgartiramiz. Endi former desam men buni aytamanmi, buni aytamanmi? Former oldingisi deb buni tasvirlayman. The later deb buni tasvirlayman. Ketdi. The former demak, birinchi turdi deyman. The former tashkil etadi 30 ma'lum aytaman. Formal 30% tashkil etadi. Yil boshida, keyin o'sib tushdi. The former accounted for 30%. 70% biz yana qanday aytsak bo'layotgan hozir shunaqa jadvali bor. Men mana shu yerga yozgandim. Ya'ni daqiqa mana bu yerda qarasak 32 bor ekan, nearly 1/3 bor ekan. 32 esa aytaman. 32 esa qilamiz, okay? 35 bor ekan, o'shani qilamiz. 30% of yoki 30% in necha? 2003 yilda 30% tashkil etadi. Demak, bu raqam this figure demak o'sibdimi, tushibdimi? Demak, birinchi o'sibdi, 25% tushibdi, 25% ga tushibdi. Keyin nechaga o'sgan? Taxminan 33 ga o'sgan. This figure demak o'sibdi. Decreased mi decline? Decreased qanday o'sgan? Oddiy o'sgan. Oddiy tushgan, to'g'rimi? Bu degan gradually oddiy tushgan to nechiga? 25 emas, quarter. Undan keyin nimaga o'sgan? 33 ga. Undan keyin nima edi? Bitta value qo'yardik. After which it bo'ladi. It demak o'sdi. Farqi rose to. Buni bittasini aytmaylik, qanday o'sganlik. Rose to taxminan approximately 33%. 33 emas. Nima edi? To nearly 1/3 midi?
33, 32 bor ekan. Nearly 1/3. Kelishadi. Approximately, nearly 1/3. 1/3 ya'ni 33 ga degan. Qavsda yozib qo'ysang ham bo'ladi. 33%. Taxminan 33% ga o'sgan, demak, necha yil o'tib oradan yoki mana bu yilni yozmabmiz-ku. Nechinchi yilda tushgan? In the next keyingi 2003 da boshlab 2006 da. Demak, keyingi nechinchi yilda o'sgan? Keyingi in the next 3 years. Thereafter demak bu o'sdi. In the final final year. Oxirgi yilda o'sgan. Endi ikkinchisi ham bir xil, to'g'rimi? Nima deb boshlaymiz? Demak, likewise deymiz. Likewise deymiz. Bitta virgul qo'yib, the latter demak, buni deylik, standing at demak. Taxminan bu ma'lum etamiz. Taxminan 13% deymizmi? 13% da turib, bunga ko'tarildi. Undan keyin nima bo'lgan? O'zgarmagan. Likewise, standing at nechda taxminan virtually 13% initially boshida. Demak, the latter deymiz. The latter nima bo'lgan? Demak, endi bunaqa emas. Bizlar rows oddiy mamlaqa decreased gradual ishlatdi, endi kuzatildi ishlatamiz. The latter demak kuzatildi. Witnessed kuzatildi, demak, o'sish kuzatildi. Witnessed qanaqa o'sish? Oddiy o'sish, 13 dan 15 gacha. Witnessed gradual ham bor. Endi slightly bor, endi slightly agar bunaqa kelsa, oddiysi bunaqa slight. Witnessed a slight increase to 15%. Endi undan so'ng undan aytishimiz mumkin, after which ishlasak ham bo'ladi, endi before ishlataylik. Demak, before deymiz. Beforedan keyin nima bo'lgan bu? Beforedan keyin o'smay qolgan. Before remained stable emas, remained emas. Beforedan keyin ing bo'ladi. Remaining stable at this level, bu levelda, at this level. Endi tepada biz mana bu yoqqa final year dedik. Yilni aytmadik, endi aytaylik. In 2013-yilda. Demak, hozir the former bilan bog'lab ketdik. Bu holatda after which qo'lladik. After which. Yaxshi insho bo'lyapti. Likewise, bir xil struktura emas. Likewise, standing at before. Endigi navbat qolgan strukturalarni, xuddi shu strukturani mayli bunisiga ham ishlatamiz. Endi body one qolgan tushganlarni, demak, like in stark contrast o'zi taqqoslamoq. In stark contrast and the topic sentence qanaqa edi? Qolgan figuralar tushish kuzatildi. The other figures kuzatildi. Showed a downward trend. Qolgan figuralar downward trend ko'rsatdi. Okay, endi boshlaymiz. Endi yana demak 4 ta figurani tez taslaymiz. Birinchisi every daydan boshlaymiz. Demak, har kun borganlar miqdori 5 ta edi. 5 dan sal pastda edi. Undan keyin bitta gap qilaylik, cho'zib o'tirmaymiz. Undan keyin yilda o'rtasini aytmaymiz, yilning oxiriga borib, shunga tushdi deylik. Shoshlatgan maqol shunday qilsa yaxshi, shunday qilsangiz yaxshi. The rate odamning rate of mayli. The proportion of percentage of people qayerda? In the USA who go every day tashkil etadi. Qarang, accounts for ishlatdik. Endi yangisi navbat bu could
made up. Made up. Birinchisi made up for. Made up for bor. The percentage of people in the USA who go every day, they might tashkil etadi made up yoki for. Made up for keyin agar xato bo'lsa keyingi darsda to'g'rilab ketaman. Made up for necha? Just overmi undermi? 5 dan kamroq bo'lishi kerak. Just under pastroq. Just underneath 5% like in 2-3. Like undan so'ng demak nechaga tushgan taxminan 3% ga tushgan. Undan so'ng after which it tushdi. Declined to meaning endi which should close to bor. To 3% in the final year. Oxirgi yilda final year. And yana bitta nima gapiryapmiz? Ya'ni yana bitta tushgan gapdan so'rim. Endi similarity deb ketsin. Similarity. Bu ham o'sha likewise bilan teng. Similarly qaysi endi several times a week. Endi buni the number of demak the bo'yna qilamiz. Ammo buni hop deb u ko'tarilgan aytamizmi yo'qmikan? Bitta ko'tarilib, bitta tushdi. Mana bitta aytib ketaylik, demak the person demak the proportion of people bura demak shunchaki qavs ichiga olib, mana bu several times a week figure deb ketsak ham bo'ladi. Figurasi bracket ham bor. Bracket bor. Bu bracket ma'nosi qisqa figura bilan teng. Shu figurasi demak birinchi qanday tushishni aytamiz. Biroz o'sish kuzatildi. Demak gradual increase kuzatildi. Demak bundan bunga from tuni ishlatamiz. Proportional several times a week. Demak witness it kuzatildi. Witness it gradual nima bo'ladi? Rise deylik. Gradual rise. Demak nechinchi yillar orasida? Between 2003 and 2006 from nechidan from just over deylik. Taxmin qilmaylik. Just over necha? Ma'lum. Several times a week. Just over 15% to 20. To 20 ga bom 20 ga bo'lsa kerak. Ya'ni so'z bilan beriladigan. 20 fifths bo'lgan. Just over shunchaki 2 fifths. Qarang, gapimiz tugamaydi. Birdaniga bog'lab ketamiz. Oldin deymiz, ya'ni tushdan, demak, nechiga tushdi oldin? Taxminan 16 ga tushdan oldin. Shu payt bitta virgul qo'yamiz. Before tushish. Decline mi yoki before kelyapti? Declining. To taxminan virtual static approximately 16%. Tepada yilni aytmaydi, degan yilni aytaylik. In 2006. Bitta mayli aytib o'tdik, ya'ni bitta degani o'z tushdi qildik. Endi faqat boshi bilan oxirini aytamiz faqat. Xo'p, nima qilsak, hozir bu yerda biladigan so'zimiz made up for, men to'g'rilama agar xato bo'lsa, tashkil etadi. Keyin similarly ishlatdik. Va mana bunaqa from to strukturasi, ya'ni birinchi qanday o'sganini aytamiz yoki tushganini aytamiz, keyin necha yilgan from to bilan ishlatamiz.
Qaysi qoldi? Once a week bilan never qoldi. Okay, once a week. Likewise, similarly verdik. Endi following the trend bor. Following the bu ham shu bir likewise bilan islanadi. Qarang. Following the trend, similarly bir xil ma'nolarni keyin aytayotgan vaqtda ikkita tushni aytayotgandan oldin aytamiz. Similarly keyin likewise lar hammasi bir xil. Endi xuddi o'shandan following the trend. Following the trend desak 30dan baland odam yoki boshni aytmay nimani aytaylik, o'rtasini aytaylik. Boshqa chunki eng kattasi-ku. Demak, taxminan 33 deylik. 33% demak odam, demak nimaga borgan? Once a week borgan. Birinchisi foiz bilan boshlasak ham bo'ladi. Approximately yoki close to 33%. Close to percent of people go to qayerga? Restaurant once a week. In 2006 30% odam American people close to American people go to the restaurant once a week, and after undan keyin bu raqam nechiga tushgan? Bu raqam taxminan 20-30 orasida. After which it decreased to decreased to virtually 28% in the final. Oxirgi tushgan va last one. Qarang, bunda endi yana similar o'xshagan narsam kerak emas. Endi lastly deb ketsangiz ham bo'ladi. Oxirni aytadigan bo'lsam, lastly oxirni aytadigan bo'lsam degani never bunga qanday surtda ishlatsak bo'lar ekan? Standing at ishlatsak bo'ladimi ekan? Mana standing at anchadan ishlatmaymiz. Ya'ni nechida turib, masalan 5% da turib, lastly standing at 5% ga ham bitta bor edi shekilli. 5% so'z bilan aytadigan. Agar foiz juda ham kichkina bo'lsa, yo unga keyin ishlatamiz mere. Masalan, mere ga ham ishlatsak bo'lar ekan. Mana a mere 5%. Standing at biroz degani. A mere 5% initially boshida. Demak, the figure for people yoki bracket deb ketsa ham bo'ladi. The never bracket demak nima bo'lgan? Tushgan, juda ham gradually tushgan, yoki tush kuzatilgan 4% ga. Witnessed yoki shunchaki saw qanaqa gradual decline to taxminan virtually approximately 4%. In tepada yilni aytmadik, endi aytamiz. In 2013 yilda tushgan bu yerda muhimi. Okay, mana shu biroz qiyin bo'ldi, lekin bittaladik deb o'ylayman. Yaxshi, har bittasini tasdiqladik o'sha 6 xil usulda. Xo'p, birinchi 6 usulda revise qilsak, nima usulda ishlatmayapmiz? To'xtang. Head strukturasi.
Qayerda o'zgartirsak bo'ladi? Usta. Mana qarang. Undan so'ng it decline dedik, o'sgan, tushgan. Buni o'rniga it o'rniga had decline qilamiz. Endi yilni o'rniga in bo'lmaydi, nima bo'ladi? By bo'ladi. By'ni ya'ni grammatik variety bo'ladi. Bo'ldi. Recall qilsak, birinchi usulimiz nima? Birinchi usulimiz oddiy standing at edi. Yoki birinchi bitta gap yozib, qisqacha qo'ying. Birinchi bitta gap yozardik-da, nuqta qo'yib this figure demak tushdi ust derdik, ikkita gap. Ikkinchi usulimiz nima edi? Standing at edi. Standing at derdikda bir balo deb, keyin virgul qo'yib aytib o'tardik. Uchinchi usulimiz birinchi qanday o'sgan, masalan, shu gradual masalan increase deb yilni aytardik, masalan between something to and something deb, keyin bu yerda nechidan nechaga from masalan 10 to necha 20 deb. Hozir yangi o'rgangan strukturamiz bu shuncha oddiy. To'rtinchisi before struktura, ya'ni bitta gap aytamiz, keyin virgul qo'yib beforedan keyin verb plus ing bo'ladi. Ikkinchisi bitta gap aytamiz, after bo'ladi which it deb gapni so'ndiramiz. Oxirgisi had. Masalan it oddiy had. Masalan increased masalan o'sdi by nechinchidir yilda. Mana shu uchta struktura changingni eng asosiy qonun qoidalaridan biri hisoblanadi. Thank you for guys. Yaqin 1 soat 20 daqiqa, 15 bo'lsa kerak. 11 daqiqa ichida o'rganish uchun demak bu gazva demak mana bu line graphga mana bu with export with degan paxta bo'lsa kerak, paxta eksportini turli xil davlatlarga eksporti va barchada demak Braziliya iqtisodiyotining necha foizini tashkil etadi mana bu industriyalar, ya'ni san'atlar. Turizm necha foizini tashkil etadi yoki manufacturing ishlab chiqarish necha foizini tashkil etadi, uni yozib bersangiz albatta o'sdi tushdi. Okay, that's it. Thank you for attending.